Ni hao, konnichiwa yoki o'zimizning o'zbekcha qilib aytganda assalomu alaykum. Siz 12-kanalni tomosha qilyapsiz. Bekorga xitoycha va yaponcha salom berib efirni boshlamadim. Chunki bugun siz bilan Xitoy va Yaponiya o'rtasida kuchayib borayotgan harbiy raqobat haqida gaplashamiz. So'nggi vaqtlarda Xitoy e'tiborini Yaponiya janubidagi dengiz hududlariga qaratmoqda. Ayniqsa, Amami, Osima va Senkaku orollari atrofida yirik harbiy kemalarning faolligi tez-tez kuzatilmoqda. Mintaqada ketma-ket paydo bo'layotgan Xitoy aviatsiyasi guruhlari Tinch okeani uzra tobora kuchayib borayotgan harbiy raqobat manzarasini shakllantirmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, Pekinning so'nggi davrlardagi faol harbiy strategiyasi faqat Tayvan bilan bog'liq emas. Uning muhim qismi Yaponiyaning ehtimoliy harakatlarini ham cheklashga qaratilgan bo'lishi mumkin. Buning ortida esa o'zgarmas geografik omil yotadi. Yaponiyaning janubiy-g'arbiy qismi bo'ylab zanjir kabi joylashgan orollar Tayvanga juda yaqin masofada joylashgan. Masalan, Yonaguni orolidan havo ochiq kunlarda Tayvan tog'larini ko'z bilan ham ko'rish mumkinligi ta'kidlanadi. Shu sababli mazkur orollar ehtimoliy mojaro holatida muhim logistik nuqtalar sifatida qaraladi. Aynan shu omil Xitoyni mintaqada harbiy qudratini namoyish etishga undayotgan asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilmoqda. Biroq Tinch okeanidagi ushbu raqobatda Yaponiya yolg'iz harakat qilayotgani yo'q. Mintaqada AQSh ham muhim o'rin tutadi va Washington so'nggi oylarda buni yana bir bor namoyon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh Yaponiya hududiga Tayfun turidagi o'rta masofali raketa tizimlarini joylashtirish orqali Pekinga muhim harbiy signal yuborgan. Bu 2025-yildan keyin mintaqada amalga oshirilgan ikkinchi yirik Tayfun tizimi joylashtirilishi hisoblanadi. Natijada Yaponiya ehtimoliy xavflarga qarshi yanada kuchliroq tiyib turish imkoniyatiga ega bo'lgani aytilmoqda. Ayrim harbiy kuzatuvchilar fikricha, bu qaror Tinch okeani mintaqasidagi kuchlar muvozanatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng qiziq jihat esa mazkur raketa tizimlarining qayerga joylashtirilganida namoyon bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiylari Tayfun tizimlarini Yaponiya janubidagi Kyushu orolida joylashgan Kanoya aviabazasiga o'rnatgan. Bu baza Tayvan bo'g'ozi hamda janubiy-g'arbiy orollarga eng yaqin yirik harbiy obyektlardan biri hisoblanadi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Shu sababli mazkur hududga Tayfun tizimlarining joylashtirilishi Xitoy harbiy rejalashtiruvchilari diqqat bilan kuzatayotgan voqealardan biriga aylangan. Ushbu tizimlar tashqi ko'rinishdan oddiy yuk konteynerlarga o'xshash mobil qurilmalar sifatida yaratilgan. Bu esa ularni aniqlashni ancha qiyinlashtiradi. Konteynerlar ichida taxminan 1600 kilometr masofaga yeta oladigan Tomahawk qanotli raketalari joylashtirilishi mumkin. Shu bilan bir vaqtda ular ovoz tezligidan bir necha barobar yuqori tezlikda harakatlanadigan SM-6 turidagi ko'p vazifali raketalarni ham uchirish imkoniyatiga ega. Bu imkoniyatlar Yaponiyaga mintaqada ancha keng qamrovli zarba berish potensialini taqdim etadi. Ayrim tahlillarga ko'ra, Xitoyning sharqiy sohilidagi muhim harbiy va iqtisodiy markazlar endi bu tizimlar ta'sir doirasida qaralishi mumkin. Shanxay, Janszyan va Futzyan kabi hududlar tez-tez tilga olinayotgan nuqtalar qatoriga kirmoqda. Shu tariqa Tinch okeani mintaqasidagi harbiy raqobat yangi bosqichga kirib borayotgani haqida fikrlar kuchaymoqda. Shu bilan bir vaqtda Sharqiy Xitoy dengizidagi vaziyat ham yangi bosqichga o'tayotgani haqida fikrlar bildirilmoqda. Ayrim tahlilchilarning fikricha, Xitoy flotining mazkur hududdagi harakatlari avvalgidek mutlaq xavfsiz deb baholanmasligi mumkin. Chunki Liaoning va Shandun aviatsiyalari Tinch okeani tomon harakatlanadigan yo'nalishlarda endi yangi raketa tizimlari ta'sir doirasi ham hisobga olinadi. Shuningdek,
Tayvan tomon harakatlanishi mumkin bo'lgan ehtimoliy desant guruhlari ham mazkur tizimlar qamrovida bo'lishi mumkinligi haqida fikrlar mavjud. Bundan tashqari, Xitoyning sharqiy sohilida joylashgan yirik harbiy aerodromlar, qiruvchi samolyotlar bazalari hamda boshqaruv markazlari ham harbiy rejalashtirish nuqtai nazaridan yangi hisob-kitoblarga sabab bo'lmoqda. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, Yaponiyaga joylashtirilgan ushbu raketa tizimlari ehtimoliy mojaroni boshlanishidan oldin tiyib turish vazifasini bajarishi mumkin. Shu bilan birga, Pekin ham mazkur vaziyatni diqqat bilan kuzatayotgani ta'kidlanmoqda. Yana boshqa tomondan, Tayfun tizimlarining aynan hozir mintaqaga keltirilishi ham tasodifiy emasligi haqida qarashlar yo'q emas. Chunki Xitoy hozirgi vaqtda 500 kilometrdan 5500 kilometrgacha bo'lgan masofaga ega minglab ballistik va qanotli raketalar zaxirasiga ega ekani aytilmoqda. Pekin uzoq yillar davomida ushbu raketalarni AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi muhim tiyib turish vositasi sifatida ko'rib kelgan. Biroq AQShning Yaponiya hududida Tayfun tizimlarini joylashtirishi bu muvozanatga nisbatan javob chorasi sifatida baholanmoqda. Natijada Yaponiya avval yetishmayotgan uzoq masofali zarba berish imkoniyatlariga ega bo'layotgani haqida fikrlar bor. Bu tizimlarning yana bir muhim xususiyati shundaki, ular oddiy yuk mashinalariga o'rnatilishi mumkin. Shu sababli ularni sun'iy yo'ldoshlar orqali aniqlash ancha qiyin vazifaga aylanadi. Agar dushman tizimning qayerda joylashganini bilmasa, uni yo'q qilish ham ancha murakkablashadi axir. Shu tariqa Yaponiya faqat mudofaa holatida qoluvchi davlatdan ehtimoliy tahdid manbalarini uzoq masofadan nishonga olish imkoniyatiga ega davlatga aylanish yo'lida harakat qilmoqda. Bundan tashqari, AQSh Yaponiya atrofida shakllantirayotgan mudofaa tizimi faqat Tayfun komplekslari bilan cheklanmaydi. Kadena aviabazasida joylashtirilgan jangovar samolyotlar va MQ-9 Reaper uchuvchisiz apparatlari havo hududini doimiy nazorat qilib turibdi. Okinawa va boshqa strategik nuqtalarda joylashtirilgan Patriot PAK-3 tizimlari esa past balandlikda harakatlanuvchi nishonlarga qarshi qo'llanishga tayyor holatda turibdi. Natijada Xitoyga qarshi ko'p qavatli va o'zaro bog'langan mudofaa tizimi shakllanib borayotgani haqida baholar yangramoqda. Ayni paytda Yaponiyaning o'zi ham harbiy sohada katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Tokio endi faqat AQSh yordamiga tayanib qolmasdan, o'z harbiy imkoniyatlarini ham jadal ravishda kuchaytirishga harakat qilmoqda. Ikkinchi jahon urushidan keyin asosan mudofaa doktrinasiga amal qilib kelgan Yaponiya bugun milliardlab dollarlik yangi harbiy dasturlarni moliyalashtirmoqda. Bu o'zgartirishlarning eng yorqin misollaridan biri sifatida Tomahawk qanotli raketalarini katta miqdorda xarid qilish rejalari tilga olinmoqda. AQShdan xarid qilinishi rejalashtirilgan Tomahawk raketalari Yaponiya harbiy dengiz kuchlari va o'zini mudofaa qilish kuchlariga minglab kilometr uzoqlikdagi nishonlarga yuqori aniqlik bilan zarba berish imkoniyatini taqdim etadi. Biroq Yaponiya faqat xorijdan tayyor qurol sotib olish bilan cheklanib qolishni istamayotgani ham ko'rinmoqda. Shu bilan bir vaqtda mamlakat o'zining milliy raketa dasturlarini ham jadal sur'atlarda rivojlantirmoqda. Xususan, Type 12 sohil mudofaa raketalarining imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirilib, ularni uzoq masofali qanotli raketa darajasiga olib chiqish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, ovoz tezligidan yuqori harakatlanuvchi va parvoz davomida manyovr qilish imkoniyatiga ega yangi avlod gipertovushli qurollar loyihalari ham rivojlantirilmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, kelajakda aynan shu turdagi qurollar Xitoy flot guruhlari va quruqlikdagi strategik nishonlarga qarshi muhim vositaga aylanishi mumkin. Yana boshqa tomondan, Yaponiya qurolli kuchlari boshqaruv tizimida ham tarixiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakat quruqlik, dengiz va havo kuchlarini yagona markazdan boshqarish imkonini beruvchi Joint Operation Command deb nomlangan yangi tizimni shakllantirdi. Bu markaz AQShning mintaqadagi harbiy qo'mondonlik tizimlari bilan ham yaqin hamkorlikda ishlashi rejalashtirilgan. Shu bilan birga, Yaponiyaning janubiy-g'arbiy orollaridagi harbiy infratuzilma ham kengaytirilmoqda. Havo yo'laklari uzaytirilmoqda, o'q-dori omborlari esa yer ostidagi mustahkam muhofaza inshootlariga ko'chirilmoqda. Tokio har qanday ehtimoliy dengiz amaliyotiga qarshi turish maqsadida mamlakat tarixidagi eng yirik
harbiy dengiz byudjetlaridan birini tasdiqlagani haqida ham xabarlar bor. Shu tariqa Yaponiya Tinch okeanidagi jarayonlarni faqat kuzatuvchi davlat emas, balki mintaqaviy qoidalar shakllanishiga ta'sir qiluvchi muhim ishtirokchilardan biriga aylanib bormoqda va aslida Tinch okeani deb nomlanuvchi okeanni notinchlik hukmron bo'layotgan hududga aylantirmoqda. Bu esa Pekinning uzoq muddatli harbiy hisob-kitoblariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, mintaqadagi kuchlar muvozanatining o'zgarishi boshqa davlatlarga ham kelajakka nisbatan ko'proq ishonch bilan qarash imkonini bermoqda. Shu sababli AQSh va Yaponiya tomonidan amalga oshirilayotgan xavfsizlik choralari ularning nuqtai nazaridan mantiqiy va zarur qadam sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, Pekinning Tayvan va mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan bosimi kuchayib borayotgan bir paytda bu jarayon yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi vaqtlarda Xitoy harbiylari Tinch okeanida faolligini ancha oshirgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi dengiz kuchlari bir vaqtning o'zida katta miqdordagi kemalarni dengizga chiqarib, mintaqadagi ta'sirini namoyish qilishga urinmoqda. Xususan, 2026-yil aprel oyida sodir bo'lgan bir voqea ko'plab tahlilchilar diqqatini tortdi. Uzoq masofali radarlar bilan jihozlangan Xitoy esminetsi va og'ir qurollangan fregati Amami Osima oroli yaqinidan o'tgan. Ayrim kuzatuvchilar bu harakatni oddiy patrul yoki xalqaro suvlardagi navbatdagi safar emas, balki Yaponiyaga qaratilgan harbiy signal sifatida baholashdi. Shundan so'ng Liaoning va Shandun avianetslari G'arbiy Tinch okeanida keng ko'lamli namoyish mashqlarini boshladi. Dengiz esa tashqi ko'rinishidan fuqaroviy kemalarga o'xshash, ammo harbiy imkoniyatlarga ega sohil qo'riqlash kemalari Senkaku orollari atrofida doimiy ravishda harakat qilmoqda. Bu kabi harakatlar ko'pincha kulrang zona taktikasi sifatida ta'riflanadi. Uning asosiy maqsadi rasmiy urush boshlamasdan turib raqib tomonga bosim o'tkazish va uning qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatish hisoblanadi. Shu bilan bir vaqtda Xitoyning H-6 strategik bombardimonchilari ishtirokida kemalarga qarshi mashqlar ham muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mashqlar yirik dengiz yo'laklarini nazorat qilish va ehtimoliy qamal ssenariylarini sinovdan o'tkazish bilan bog'liq hisoblanadi. Bundan tashqari, Pekin Janubiy Xitoy dengizidan Tayvan bo'g'ozigacha bo'lgan ulkan hududda harbiy faolligini kengaytirishda davom ettirmoqda. Ayni paytda Xitoy o'zining yadroviy suvosti kemalari flotini ham bosqichma-bosqich kuchaytirib, ta'sir doirasini minglab kilometr uzoqliklarga olib chiqishga intilmoqda. Bu orqali Pekin raqiblarining suv hududlarida ham o'z harbiy hozirligini namoyon qilish imkoniyatini kengaytirishga harakat qilmoqda. Shu bilan bir paytda Xitoy AQShning mintaqadagi ittifoqchilarini yakkalab qo'yishga qaratilgan siyosat yuritayotgani ham ta'kidlanmoqda. Ayrim tahlilchilarning fikricha, bu siyosatning asosiy maqsadlaridan biri Yaponiyaga diplomatik va psixologik bosim o'tkazish hisoblanadi. Barcha ushbu voqealar birlashtirilganda esa Tinch okeanidagi tinchlik qanchalik nozik muvozanat ustida turganini ko'rish mumkin. Shu sababli AQShning Yaponiya hududiga Tayfun raketa tizimlarini joylashtirishi Pekinning kuchayib borayotgan harbiy faolligiga qarshi muhim to'siq sifatida baholanadi. Washington va Tokio Xitoy harakatlarini shunchaki kuzatib turish o'rniga kuchli harbiy javob shakllantirish yo'lini tanlagani ham qayd etiladi. Biroq bugun Tinch okeani suvlarida kuzatilayotgan qarama-qarshiliklar kecha yoki bugun paydo bo'lgan muammo emas. Ularning ildizlari mintaqaning bir necha asrlik tarixiga borib taqaladi. Xususan, bugungi Senkaku orollari atrofidagi bahslarning tarixi 1895-yildagi birinchi Xitoy-Yaponiya urushi davrigacha yetib boradi. O'sha davrda Yaponiya g'alaba qozonib, ushbu orollarni o'z tarkibiga kiritgan. Xitoyda esa bu voqea hanuzgacha tarixiy adolatsizlik sifatida esga olinadi. Ikkinchi jahon urushi tugagach, Tinch okeanidagi chegaralar qayta shakllantirilishi ham bugungi qarama-qarshiliklarga asos bo'lgan omillardan biri sifatida ko'riladi. Yana boshqa tomondan Pekin AQSh va Yaponiya ittifoqiga qarshi kurashda yolg'iz qolmaslik uchun boshqa strategiya ham ishlab chiqqan. Bu strategiya doirasida Xitoy Rossiya bilan hamkorlikni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Rossiya va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar ham tarixiy bahslarga boy albatta.
Eng asosiy masalalardan biri Kuril orollari atrofidagi bahs bo'lib qolmoqda. 1945-yildan keyin boshlangan ushbu muammo ikki davlat o'rtasida to'liq tinchlik shartnomasi imzolanishiga hamon to'sqinlik qilib kelmoqda. Pekin aynan shu nuqtadan foydalanib, Rossiyaning Yaponiyaga nisbatan tarixiy qarashlarini o'z geosiyosiy maqsadlariga moslashtirishga harakat qilayotgani haqida fikrlar bor. Hozirgi vaqtda Xitoy va Rossiya harbiy aviatsiyasi Yaponiya atrofida qo'shma havo patrullari o'tkazmoqda. Shu bilan birga ikki davlat harbiy dengiz kuchlari ham Yapon dengizi hududida muntazam qo'shma mashqlar tashkil qilmoqda. Bu harakatlar ayrim tahlilchilar tomonidan Yaponiyaga shimol va janub tomondan bosim o'tkazishga qaratilgan strategiya sifatida baholanmoqda. Xulosa qilib aytganda, Tinch okeanining ulkan suv hududlari bugun nafaqat savdo kemalari, balki dunyodagi eng kuchli harbiy tizimlar raqobati maydoniga ham aylangan. AQShning minglab kilometr uzoqlikdan kelib Yaponiyaga Tayfun raketa tizimlarini joylashtirishi oddiy harbiy logistika masalasi emas. Bu qadam Pekin yillar davomida shakllantirgan harbiy ta'sir va qo'rqitish siyosatiga berilgan jiddiy signal sifatida baholanadi. Ayni paytda Yaponiya ham faqat tashqi himoyaga tayanadigan davlat emas, balki o'z imkoniyatlarini mustaqil ravishda kengaytirib borayotgan harbiy kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Xitoy qo'shni davlatlarga bosim o'tkazish uchun yaratgan ulkan raketa zaxiralari endi AQSh texnologiyalari va Yaponiyaning yangi harbiy imkoniyatlari bilan to'qnash kelishga majbur. Rossiya bilan hamkorlik orqali mintaqada ustunlikka erishishga intilayotgan Pekin qarshi tomonda mustahkam AQSh-Yaponiya hamkorligini ko'rmoqda. Qurollanayotgan va harbiy imkoniyatlarini kengaytirib borayotgan Yaponiya hamda o'z ta'sirini yanada faol namoyish qilayotgan AQSh Tinch okeanidagi kuchlar muvozanatini qayta shakllantirmoqda. Tayfun tizimlari soyasida vujudga kelayotgan yangi harbiy tartib mintaqadagi ko'plab hisob-kitoblarni o'zgartirib yubormoqda. Endilikda dengizda yoki havoda yuz beradigan hatto kichik xatolik ham katta oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Washingtonning mazkur raketa tizimlarini Yaponiyaga joylashtirish qarorining ortida ham aynan shu omillar yotadi. Tayfun tizimlari Yaponiyada joylashtirilgan bo'lsa-da, ularning asosiy vazifalaridan biri Xitoyning Tayvan va butun mintaqa bo'ylab harakatlarini kuzatib borish hisoblanadi. Boshqacha aytganda, raketa uchirmasdan turib ham ehtimoliy raqibga qanday imkoniyatlar mavjudligini namoyish qilish maqsadi ko'zlanmoqda.